Hammaga assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatullo. Demak, tayyor bo'lsangiz, hayvonot bog'i sayohatimizni biz davom ettirsak. Qo'ldan kelgancha aktiv bo'lganingiz uchun sizlardan minnatdorman. Biz esa hayvonot bog'i sayohatimizning ikkinchi qismini davom ettiramiz. Qulayroq joylashib oling degan holda sayohatimizni biz boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, hozir biz hayvonot bog'iga keldik va hozir yovvoyi hayvonlarni birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz. Hayvonot bog'iga sayohatning birinchi qismini ko'rishni xohlaysizmi? Unda tepadagi havolaga bosing va videoni bepul tomosha qiling. Hayvonot bog'iga sayohat davom etadi. Hurmatli tomoshabinlar, biz tovus ko'rgani keldik va ular shu yildan miyaga chiqdi. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi biz oq g'oz, eng chiroyli hayvonlardan biri oq g'ozni ko'rgani yo'l oldik. Hop, ana endi g'ozni ko'rib bo'lib, keyingi hayvonni ko'rishga yo'l olamiz. Hurmatli tomoshabinlar, qush qatori mana juda ham turlar ko'p ekan. Batafsil o'z holasingiz videoni pauza qilib o'qirsangiz bo'ladi. Nima qilsangiz ikkita turlar bilan shu batafsil tanishish holasingiz bor ekan. Videoni pauza qilib turib ko'rsangiz bo'ladi. Boshqa ishlar bor.
Mani videoga olishdan boshqa qiladigan ishim yo'q. Bor boshqa hayvonlar ol. Qushlar binosiga kirdim. Binoda deyarli hech kim yo'q. Menimcha ko'pchiligi bu qushlar qiziq emas. Ну, tomoshabinlar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Biz esa davom etamiz. Endi navbat keyingi qushga. Kechkin toylar. Marhamat. Uch etajli binoda, men hozir qushlar binosida o'zingiz ko'rdinglar, haddan tashqari qushlar ko'p. To'g'risi video cho'zilib ketyapti borgan sari. Men qiziqarli bo'lib bormoqda, to'g'ri? Biz esa davom etamiz. Bolalarni biz ketamiz va sayohatimizni davom ettiramiz. Maymun xonaga keldik. Va biz bir maymunchani ko'rmoqdamiz. Qalaysan? Salom deb qo'y. Biz davom etamiz. Bu anaqa-yu. Qirol Julian malakasi kirdi. No, lekin u yo'q, flot. Keyingi qatorda ham maymun afsuski yo'q. No, mayli ma'lumotlarni qoldirdim. Davom etamiz. Qalaysan? Nimaga? Qo'l tashab qo'y, qo'l tashab qo'y. Qo'l tashamadi-yu.
Hurmatli tomoshabinlar, kundalik yangiliklarni bilishni va ko'rishni xohlagan aziz muxlislarimiz uchun Tunas Studio Telegram kanalini ochib qo'yganman. Bu kanal orqali sizlar kunlik yangiliklardan qiziqarli ma'lumotlarni, suratga olish jarayonlarini va albatta eng muhimi Tunas Studiosining kelajakdagi loyihalari haqida qiziqarli ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va eng qiziqarli yangiliklar, savol-javob o'yinlarida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qanday obuna bo'lishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda ekranda QR kod chiqadi. QR kodni shunchaki telefoningizni kamerasini yoqqan holda olib kelib, skaner qilib, skaner qilganingizdan so'ng sizga havola chiqadi. Havolada havolani nusxalash va havolani ochish degan tugma bor. Tugma chiqadi. Siz esa havolani ochish tugmasini bosgan holda Telegram kanalimizga to'g'ridan-to'g'ri o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Eng qiziqarli yangiliklar aynan shu kanalda. Hurmatli tomoshabinlar, afsuski akvarium, ya'ni baliqlar ko'rsatadigan maydoni ishlamayotgan ekan, ya'ni yopiq eshigi. Va albatta ilon, o'rgimchak, har xil hasharotlarni ko'rsatadigan joyi ham ishlamayotgan ekan. Hozircha esa bu hayvonlar sizlarga ko'rsatdim. Shu bilan videoni tugatamiz. Hurmatli tomoshabinlar, shuncha harakatlarimiz va xarajatlarimiz uchun Tunas Studio YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz sizlardan minnatdor bo'lgan bo'lardim. Hali kelajakda bundan-da qiziqarli va sifatli loyihalar sizni kutmoqda. Eslatib o'taman, har bir qo'shilgan obunachi loyihalarimizni kelajakda sifatini tobora ko'payishiga sababchi bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi sayohat o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha